Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuvatımız. Bu babda yanıla tünüki okşaş hadisini rivayet kılış devirlerdeki mesela hılmıhıl hadis qabul kılış mezmunları bayan kılıngan. Bugün hem de hadis qabul kılıngan yoki hadis rivayet kılgan şekillerden tövendeki şekilde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bayan kılıvatıdı. Onun da munavile uslubi. Munavile uslubi hem de asli Araplarning lug'atida hem de berish degan mezmunda, bir narsa berish degan mezmunda ishlatildi. Ammo bu yerdagi hadisshunoslarning hem de qo'llanishchan ma'nosi nima degan vaqtida bu mesela bir shayx, bir ustozi boshqa bir shayxdan bir narsa hadislarni anglagan bo'lsa yoki bir kitoblarni anglab o'zi qabul qilgandan keyin o'ziniki bir shogirdiga mani men falan shayxda anglagan, men buni sana men ijozat berdim, o'sha sen boshqalar rivoyat qilsang bo'ladi degan bo'lsa, ijozat sharti bilan buni masalan bizga hadis so'zlab berdi yoki angladim degan shakllarda yoki xabar berdi degan shakllarda masalan boshqalarga rivoyat qilsa bo'ldi dedi. Yana birisi ijozatsiz holatda o'zining anglagan kitobini yoki rivoyatini boshqalarga beribdi. Buni hamda kuchli rivoyatlarda elib aytilishicha buni rivoyat qilishga bo'lmaydi deb qaragan. Yani bu hadis ilmidagi bir xil qo'llanishchan bir uslublarniki biri. Endi ilim ahillarininki ma'lum bir ilmni ma'lum bir shaharlarga yezish haqida deydi. Masalan Madinada turib, mesela Samarqandga, Buxoroga, Qashqarga mesela bir kitobni yezib ko'chirib avatgan bo'lsa bir ilm ahli. Bu qanday bo'ladi degan mazmun bayon qilgan. Endi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'niki deyishcha Osman ibn Affan radhiyallohu anhu ayni vaqtda Madinada Qur'onlarni ko'chirgan bu odam. Ko'chirgizib, bu ko'chirgizgan Qur'onlarni ham u vaqtda hozirgidek matbaalar, texniklik davrlar bo'lmagandan keyin hamma ishlar qo'l bilan bo'lganda bu yezilgan, ko'chirilgan Qur'onlarni taraflarga avatgan. Sham, Misr, Xuroson masalan shu taraflarda. Endi bu Qur'onniki bu davrda ko'chirib avatilishniki sabab bor. Uzayb ibn Yamani shu Armeniya, Ozarbayjon taraflaridagi masalan musulmonlarniki qiroatga o'xshamaslik sababidan bir-birini kofirga chiqarib hatto ayblish avvallar jidal majrolar bo'lgandan keyin darhol qo'qab ketib Madinaga kelib Osman ibn Affonga uchur yetkazgan. Sen bu ummatni saqlamasan bo'lmaydi deb demiş qolgan vaqtida shu Qur'onni sen shu bir harfda yozgan bo'lsang deb. Shunda Osman ibn Affon ayni vaqtdagi bir necha xil lahjalarda yozilgan Qur'onlarning hammani amaldan qoldirib, o'qishda amaldan qoldirmagan, ammo yeziq shaklini amaldan qoldirmay, Qur'onniki yeziq shakli bir harfda, bir lahjada yozilgan, ammo o'qilish shakli 7 xil mashhur qiroat yoki 10 xil mashhur qiroat shaklida o'qiladigan uslubni qo'yib qo'ygan. Shunga bu Qur'oni Karimni shu yezish sababi shundan kelib chiqqan. Vaqtida mesela Shamga, Yamanga, Hijozga, Bahraynga Qur'ondan shu bir nusxadan avatib berganimda. Bugun kundagi biz hozirgi o'qilayotgan Qur'oni Karim shu Osman radhiyallohu anhu davrida yozilgan shakldagi shaklning o'zi shu. Endi bu uslubni, hamda shu Qur'onni ko'chirib avatish uslubini Abdullah ibn Umar, Yahya ibn Sa'id, Malik ibn Anas qatorliq sahobalar buni durust deb qaragan. Bir ilmni bir shaharda yezib, onu boshqa bir shaharga yezib avatib avatsa, buni durust deb qaragan. Shu vaqtdagi sahobalar bunga e'tiroz bildirmagan. Hatta ba'zi shu vaqtdagi ham keyingi davrdagi Hijozliklar, Hijoz hozir Makka, Madina, Toyib hamda bu yerdagi ahli ilmlar, ustozlar shu vaqtida payg'ambarimizniki hadisini munovil shaklda, shu hozirgidek uslub shaklda qabul qilib, anglab rivoyat qilsa bo'ladi deb mush holatni dalil qilgan. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vassalam ayni vaqtida shu kichik bir partizan qo'shinlarniki boshliqlariga, amirlariga bir xat yozib bergan. Sen şu xatlarni yozib, sen bu xatni hozir o'qimay, sen falon yurtga berib yoki bir kunlik yoki 2 kunlik safardan keyin shu yerga berib xatni ichib o'qi degan payg'ambarimizniki bir qism shu g'azot mazmunlarda rivoyat qilingan mazmunlar bor, bayonlar bor. Shunga o'xshashda masalan mushnodimi payg'ambarimiz bevosita anglatmay xatni yezib bergan, bu xatni keyin Ayshaga o'qigan.
Bumu hem de keyingi mezgilde rivayet şekilde bayan kılıngan. Yani demek boğunu İmam Bukhari rahmetullahi aleyh meyle üzün anlığını olsun, meyle üzün yazgını olsun, muşnumu başkalarına rivayet kılıp depbergen bolsa, muşunu munavil şekilde emir hadis ilmida dep qaragan. Çünkü şu sahabeler Peygamberimizdeki yezbergen xetini derhal Resulullah'ın ağızdan anlagan emas. Yezbergen xetini bir neçke ötkendiğin kin Resulullah'ın buyruğunu şu askerdeki şu askerlerge qulasız askerlerge o'qib bergan. Demek bu mu hem de şu munavile uslubuga bir delil ispat deb qaragan ijazlıqlar. Bular ijazlıqlardan İmam Buxariyninki ustozi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi degan adam şu qarashni bakrak kuchlantirgan hamda. Bu bir necha xil shartlik holat qabul qilindi bu shakl. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu keltirgan misoliga hadisdan hamda delil ispat ko'rsatish uchun 64 numurli hadisida shunday deydi bizga İsmail ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan İsmail ibn Abdullah ibn Abi Uways al-Madani nomi bilan mashhur. Bu kishi deydi menga İbrahim ibn Sa'd hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Abdurrahman ibn Avf'ninki ballaridan. Bu kishini tarjimalim o'tdi. Bu kishi Salih'tin. Salih'ning ismi Salih ibn Kaysan. Bu kishini tarjimalim o'tdi. Bu kishi İbn Şihab'tin. İbn Şihab'ning ismi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri. Bu adamniki tercümanın başına çıkıttım öttü. Bu kişi olsa Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mesud'din. Bu kişinin tercümanın başta ötken bu Abdullah ibn Mesud'dinki cihan nevri çevirlerden buludu. Medine'deki meşhuriyet fakihninki birisi degan mezmunlarına ait köp öttü. Bu kişi de hem de hakikaten Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu bu kişiye haber bergen ki Ubeydullah ibn Abdullah'a. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir xatni bir odamdan avatibdi da shu xatni yezib avatgan vaqtida bu xatni Bahraynning shu vaqtdagi valisiga podshosiga berishni topilgan ekan. Bu xatni Bahraynning podshasi Kisroga avatidi. Hamda Madinadan hamda bevosita Iroqqa ayni vaqtida Parisga, Persiyaga berib bo'lish nihoyat qiyin. Bahrayn hamda Arab yarim orolidagi bir davlat. Bahrayn şu vaqtida Yemen hatta Bahraynlar Persiya xandonligiga, Persiya sulolasiga qaraydi, tavallikida. Shunga Bahraynning valisi orqali hamda Kisroga avatgan bu xatni. Bu elchilik bo'lgan odamning ismi ma hadisda bayon qilinmabdi, ammo bu kishining ismi Abdullah ibn Huzafat Sahmi degan sahoba shu. O'zini ayt sahobalarning ichidan ayt kulik chaqchaq bilan o'yin bir xil chaqchaqchi sahobalarniki biri. Yani bu Bahrayn bugünkü Bahrayn devletler emas. Aynı vaqtdagi Bahrayn devleti hozirgi Saudiyaniki sharq tarafdagi Ihsa viloyati, masalan, hozirgi Bahrayn devleti mushuni o'z ichiga oladi. Ama şu aynı davrdagi cho'ng Bahrayn devleti. Endi bu Bahraynning shu vaqtdagi valisi Parislar tarafidan qo'yilgan. Bu xatni Kisroga avatgandan keyin Kisro xatni o'qib yetib etgan. Xatni yetib etgan bu. Hem de biyadik ravi deydi, ben oylayma. Said ibn Musayyab deydi hem de. Peygamberimiz ulağa dua kılgan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga beddua kılgan ki, lanet dua kılgan ki. Allah Teala ularni paç tiren kılıversin de. Endek Allah subhanahu ve Teala Persiya xandonligini tiren kılıvetken. Hem de kadimde şerhte Turallar, Xurasan taraflarda İranlıklar yani Parislar devir sürgen. Dünyanınki en çoğun imperiallarınki biri Persiya xandonligi. Uzun yıl hakimiyet beşini o'tlagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki mushu bedduası qilish orqali Persiyaliklarniki xandonligi abad vayron bo'lib ketganda qadamda shu xaliflar davrlarida şu keyingi Umaviylar davrlarida teri-piran bo'lib, asosan bu 4 xaliflar davrida Persiya xandonligining butun zemini yo'qolib ketgan. Bular parchalanib o'lib ketgan. Persiyaliklarning Parislarning mush davlati ta vayron bo'lgan qadar Persiyaliklar ta yaqinqi davrda mushu Rıza Pahlaviyning davrida bular yangidan hokimiyat kurup çıkanda, onun kendinden hazırki İran İslam Cumhuriyeti yan kurulup çıktı. Millette Resulullah'ın şu duasının ki bulanın ki bu Paris milleti asas kurulan devlet asasen bu kayıtıdan başka ödürüp çıkanmagan. Bu mu Peygamberimizin ki mucizelerinden ki bir ediş gibi oldu.
Persiyadan keyin mesela Araplar egalladi, Araplardan keyin asosan turklar egallab ketdik bu yani. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 64 numaralı hadisini so'zlab bo'lgandan keyin 65 numaralı hadisini keltirib, bu hadisdimi o'zininki yana munovila uslubiga bir dalil isbot eklayotdi bu hadisni. Bu hadis İmam Buxoriy shunday deydi, bizga Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan al-Marwazi degan adam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyninki ustozlaridan Marwazi degandan kelib aytganda öz Merve'den enkende, Merve bugünkü Türkmenistan'da bu yer ulug' büyük ulamalarına ait köp çıkan şehirlerinki biri. Bu kişi mesela Abdullah ibn Mübarek, Vaki ibn Jarrah Katarlık aynı devirdeki meşhur ulamalarınki şagirdleri buldu. Bu kişininki şagirdleri de mesela İmam Bukhari, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Zur'at Razi Katarlık büyükler. Ulamalar bu kişiga baho bergan vaqtida shenjilik degan bahoni bergan. Ba'zilar rostchil degan hukmlarni bergan. Bu kishi 226-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi, bizga Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdullah was Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarakning o'zimi shu hozirgi Turkmenistondagi Merv shahridan. Undaqda bular bir jutliq muhaddislar bo'ldi. Hem de Abdullah ibn Mübarek'ninki tercümalı başta köp öttü. Bu kişi dedi bizge Şu'be hadis sözlep bergen edi dedi. Şu'be'nin tercümalı başta ötken ismi Şu'be ibn Haccac. Bu kişi bizi Katade'den hadis sözlep atıdı. Katade'nin tercümalı öttü. Katade ibn Da'amet Seddusi diyen ulema şu muhaddis. Bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dun sahabeden hadis rivayet kılıyordu. Hem de Enes ibn Malik köp kıtım tercümalı dep öttü. Bu kişi dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir xat yazgan idi dedi. Yoki xat yazmoqchi bo'lgan idi dedi. Shu vaqtda Rasulullahga boshqalar debdi-da, hamda ya Rasululloh, o boshqalar mesela shu vaqtdagi Persiya podsholari, Rim podsholari bo'lsin, shu podsholar, demak, shular xat yazmoqchi ekan payg'ambarimiz. Bular bu xatni tamosumuz o'qimaydi, e'tiborga olmaydi deyilgandiki Rasululloh bu maslahat berdi atrofdagi sahobalar. Çünkü vaqtda hamda tamg'isi bo'lmagan xatlar asosan saxta uydirilgan xatlar bo'lib qolishi mumkin. Ham siyosiy jihatda aldanmas uchun bular shu davrdagi ishlatilgan bir xil taktika hamda davlatniki hamda siyosiy qartan sezgur muomalani qilgan bo'lishi mumkin. Bumi o'rnish tegishlik. Payg'ambarimiz darhol uzib kumush uzuk so'qtirdi-da, shu vaqtda kumush uzuk so'qtirib, unaga bir naqsh o'ydi Muhammad Rasululloh deb. Yani bu yerda yana bir nuqtani esqirsak bo'ldi. Yani Peygamber sallallohu alayhi vasallam ma bir kafirning qiliqi ekan yoki kafirning siyosati ekan deb o'tmay, bu bütün insonlarning umumiy bir manfaatlik munosabatlik bir avval bo'lganki Rasululloh darhol qabul qildi. Shunga bu madaniyatniki millat tavalliki, vatan tavallik bo'lmaydi. Bu madaniyat umumiy insoniyatga nisbatan elbetgan vaqtida mutlaq bir mulk o'rnashtirishlik faqat dinimizga, aqidamizga, o'zimizga ziyon ilib kelmaydigan bo'lsa, bu madaniyat o'rnashtirishlik. Rasulullohniki shu tamg'iliq xat yozish uslubini Parislardan, Rimlardan o'rgangan uslub bo'ladi bu undaqda. Undaqda shu dushmanlardan foydalanish tegishlik siyosiy tarafli bo'lsa, qonun nizomli bo'lsa, o'rgansak bo'ladi degan bo'ladi. Buni Badrdan ayni o'zining Umdatul Qari nomli kitobida shu yakun deb o'tgan, qisirib o'tgan. Enes shu oyog'ida deydi, Enes ibn Malik. Men Rasulullohning qo'lidagi shu oq yaga qorg'andek turmadir deydi. Bunda degani nima deganda, qo'liga barmoqqa uzukni solgandiki bu turaversa, bu yer otlab ko'mgandiki bir xil boshqa barmoqdagi a'zolar qarg'a vaqtida bekrak oqroq turdamda. Shu oq narsaga, ya'ni oq o'rin qorg'andek bo'layotir deb payg'ambarimizning shu holatni keyingi davrdagi shu kishilarga Qatadaga deb turibdi-da. Dedim men Qatadaga dedi. Shu'bani degan gap ham bu. Shu'ba chunki Qatada rivoyat qilgandan keyin Shu'ba Qatadaninki shogirdi. Dedim men Qatadaga dedi. Payg'ambarimizninki o'zlikdagi naqsh Muhammadur Rasululloh edi degan so'zi kim so'zlagan desam, Enes deb javob bergan dedi. Undaqda bu ishga hadisni biz nima tushunimizga vaqtda Imom Buxoriyning nazari bo'yicha ma'lum bir yurtlarga, shaharlarga xat yozib avatilgan bo'lsa, elib borgan kishi elchi yoki avatgan odam ishkili taraf noyati shenjilik
durus odamlardan bo'lgan ahvol ostida buni shu qavmga, shu shahar ahliga rivoyat qilib so'zlab bersa bo'ladi degan yakun kelib chiqdi bundan. Bir munovil haqida hamda texnik tafsiliy mazmunga erishish uchun o'sha hadis ilmi, mustalahul hadis, ulumul hadis qatorliq fanlarga murojaat qilgan texnik yaxshiroq. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.